Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Va aqimus salata va atuz zakata va ati'ur rasula la'allakum turhamun. Sadaqallohul azim. Namozni to'kis ado etinglar, zakotni beringlar, Rasulga itoat qilinglar, shoyat rahim qilinsangiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda bir necha joylarda shu kabi oyatlardek namozga buyurar ekan, xususan 28 o'rinda namoz bilan birga zakotni ham zikr qilgan. Bundan kelib chiqadiki, namoz shariatdagi qanchalik muhim ibodat bo'lsa, zakot ham mana shunday muhim ibodatlar sirasiga kiradi. Zero zakot islomning 5 ustunlaridan biridir. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Iza addayta zakata malika faqad qadayta ma alayka." Ya'ni qachonki molingning zakotini bersang, bo'yningdagi burchingni ado qilibsan. Albatta, har bir amalning o'ziga xos fazilati bo'lgani kabi, zakot amalining ham bir qancha fazilatlari bor. Avvalo, zakot beruvchi kishi o'z molini faqirlarning haqqidan poklaydi va zakot berishi sababli moliga baraka kiradi va har xil balo ofatlardan omonlikda bo'ladi. Alloh taolo ihson qiluvchilarni fazlini zarur masal qilib Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sadaqallohul azim. Alloh yo'lida infoq ihson qiluvchilarning misoli bir donga o'xshaydi. U dondan 7 boshoq unib chiqadi. Har bir boshoqda esa 100 tadan don bordir. Ya'ni bitta don 700 barobarga ko'payadi. Alloh xohlaganiga ko'paytirib beradi. Alloh fazl va karami keng, biluvchi zotdir. Ushbu oyatdan ko'rinib turadiki, zakotning fazli juda ham ulug'. Ammo zakot bermagan kishi uchun bir qancha alomatlar bor. Avvalo, zakot bermagan kishi gunohkor bo'ladi. Hattoki Imom Muhammad rahmatullohi alayh zakot berishdan bosh tortgan kishini guvohligi qabul qilinmaydi deydilar. Bu borada Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilingan hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam deydilar: "Ma xolatatiz zakatu malan qattu illa ahlakathu." Qachonki molga zakot aralashadigan bo'lsa, albatta halokat qiladi. Bu hadisdan ko'rinib turadiki, zakotni o'z vaqtida ado qilish kerak bo'ladi. Albatta, zakot beruvchi kishi zakot beradigan vaqtda shayton u kishining qalbiga vasvasa soladi. Ya'ni zakot beradigan vaqtda moling kamayib qoladi degan vasvasa keladi. Imom Termiziydan rivoyat qilingan hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam marhamat qiladilar: "Ma naqasa malun min sadaqatin qattu." Ya'ni mol-mulk sadaqa berish bilan hargiz kamaymaydi. Bundan ko'rinadiki, albatta zakot beruvchi kishi zakot berish bilan avvalo molini poklagan hisoblanadi va moliyaviy ibodatini bajargan hisoblanadi va har xil molini balo ofatlardan omonlikda saqlagan bo'ladi. Ushbu Ramazon oyida Alloh taolo yaxshi amallarga ajrlarni bir necha barobar qilib berishi umidida mo'min va musulmonlar orasida ushbu oyda zakotni berish odat tusiga kirgan. Albatta, zakotni boshqa oylarda ham berish joiz. Alloh taolo qilayotgan ibodatlarimizni husni maqbul aylasin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.